Mauglining birodarlari. Birinchi qism. Kechki soat 7. Sion tog'larida bo'ladigan juda issiq oqshomlardan biri. Kunduzgi uyqudan uyg'ongan ota bo'ri kashnab olgach, ushib qolgan banjalarini yozib kelishdi. Uyqusini o'chirish uchun uzoq esnadi. Ona bo'ri bo'lsa, keng kulrang tumshug'ini goh tipirlashib, goh chiylashib iymalashayotgan to'rtta bolasi ustiga qo'ygancha mudrardi. Ko'kda charaqlab turgan oy bo'rg'orning og'zini yoritib yuborgan. Uf, dedi pishillab ota bo'ri. Yana o'q qiladigan vaqt yetibdi. Shu xayol bilan ota bo'ri tog'dan pastga enigina chopib tushmoqchi bo'lib turgan ham ediki, ostonaga hurpaygan dumli fastakkina bir nimaning soyasi tushdi-yu, shikastalik bilan nolib ketdi. Ey bo'rilar sardori, oving baroridan kelsin. Aziz bolalaringning jon tanlari sog', oppoq tishlari o'tkir va baquvvat bo'lsin. Dunyoda bizdek ojizu notavon, och yalang'och bechoralar ham borki, to'q yurak bo'ri bolalarning yodidan aslo chiqmasin. Bu Xushomadgo'y taboqi degan chiya bor edi. Qishloqdagi axlat uyumlarini titkilab, bir parcha qatirma teri va hatto latta-puttalardan ham jirkanmay tamaddi qilib kun kechiruvchi taboqi. Duch kelgan gapakka tumshug'ini suqar, yolg'on yashiq gaplari bilan g'iybat tarqatib, to'z-to'polon janjal qo'zg'atardi. Shu bois Hindiston bo'rilari taboqini yoqtirishmasdi. Shunday bo'lsa-da, ular taboqidan hayiqishardi. Negaki changalzor o'rmonda yashovchi o'zga hayvonlarga qaraganda taboqi bot-bot quturar. Shu paytlarda o'zini qo'yiga joy topolmay, boshi o'pgan tarafga yugurar. Duch kelgan hayvonga tashlanib, qopib olmoqchi bo'lardi. Hatto yo'lbars ham ushoqqina taboqining quturganini sezib qolsa, o'zini panaga olib qochardi. Axir vahshiy hayvonlar uchun quturish dardidan ham dahshatliroq ofat bormi? Odamlar tilida bu dard quturish deyilsa, hayvonlar uni divani deydilar va kasallik yuqtirishdan qo'rqib qirdan qirga qochadilar. Ha mayli, ichkariga kirib o'zing ko'ra ol, dedi ensasi qotib ota bo'ri. Biroq yegulik narsa yo'q. Boriga-ku topilmas, dedi ming'illab taboqi. Ammo bizdek nochor notavolarga uni suyak ham bo'laverardi. Bizcha bo'rilarga ovqat tanlab, injiqlik qilishni kim qo'yibdi deysan? Taboqi shunday deb vaysagancha g'orning ichkarisiga kirib, timirskilanib chala tozalangan bo'g'iz suyagini topib oldi. So'ng yeridan tirjayib yerga o'tirdi-yu, suyakni qarsillatib g'ajiga ketdi. Men faqirni siylabsan, martabang bundan ham ulug' bo'lsin, dedi lablari yalab taboqi. Bolalaring xo'pam ko'rkam bo'lishibdi-ki, boy. Hali yosh-u, biroq xuddi pahlavonning o'zginasi-ya. Katta ko'zlaridan o'q chaqnab turibdi-ya. Ofarin. Ey xomkella, esim bo'lsa podshozodalarning polvonligi bolaligidayoq ma'lum bo'ladi degan naqlni unutarmidim. Bolalarni ota-ona ko'z oldida maqtosh falokat keltirishni taboqi boshqalardan ko'ra yaxshiroq qo'ysa-da, cho'rtagi o'zini ko'llikka solib, ona va ota bo'riga zimdan nazar tashladi. Ularning xijolat chekkanlarini ko'rib, ich-ichidan quvondi. Ota-onani tashvishlantirib qo'ygan taboqi biroz jimlikdan keyin zaharkanda ohangda dedi. Hali yangi gapdan xabaringiz yo'qdir. Katta yo'lbars Sherxon ov qilish joyini o'zgartiribdilar. U janob bundan buyon bir oy mobaynida shu tog'larda ov qilmoqchilar. Xoh ishoning, xoh ishonmang, bu gapni Sherxonni o'z og'zidan eshitdim. Sherxon Bo'rg'ordan 20 milcha naridagi Vangang daryosi bo'yida yashovchi yo'lbars edi. Bunday qilishga haqqi yo'q, dedi g'azab bilan ota bo'ri. Changalzor qonuniga ko'ra, bir oy burun boshqalarni ogohlantirishi, so'ngra ov joyini o'zgartirishi mumkin. U 10 milya atrofidagi parranda-yu darrandalarni cho'chitib yuborishga turgan gap. Axir bundan buyon men 2 bo'rining ovini qilishim kerak-ku. Onam rahmatli bekorga uni langri, oqsoq deb atamagan ekanlar, dedi sipolik bilan ona bo'ri. U bir oyog'i oqsoq bo'lib tug'ilgan. Shuning uchun uy hayvonlarini ov qilishdan boshqasiga uning qurbi yetmaydi. Vangang bo'yidagi qishloq odamlarining uni ko'rgani ko'zi, o'tgani o'qi yo'q. Endilikda bu yerga ham kelib qolsa bormi? Boshimizga bitgan balo, jonimizga bitgan jazo bo'ladi bu go'rsoqda. O'rmonda uning iziga tushgan odamlar atrofdagi dov-daraxtlarni yondiradilar. Sho'rimiz quriydigan bo'ldi. Go'daklar bilan duch kelgan tomonga qochishdan o'zga ilojimiz qolmaydi.
Ha, bu himmati uchun Sherxonga bir qancha minnatdorlik bildirsak arziydi. Sizning minnatdorligingiz u zotga aynan yetkazaman. Ma'qul bo'lar-a, dedi ustamolik bilan taboqqa. Yo'qol, deya irilladi ota bo'ri. Yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Xo'jang bilan qo'shmazor bo'l. Badbaxt keltirgan shumxabaring o'zi ham bugun yetib ortadi. Hali ham ketaman, dedi dashnamolar sirtiga yuqtirmay taboqqa. Yo tavba, nega endi Elbruddan bu xabarni sizlarga yetkazay deb o'zim ko'ytib yuribman-a? Hademay pastlikdagi chakalakzordan Sherxonning ovozini eshitib qolarsiz. Shu on ota bo'rining quloqlari ding bo'lib ketdi. Pastlikdagi kichik daryoga borib tutashuvchi vodiydan ovi o'ngidan kelmagan yo'lbarsning alamzada qisqa na'rasi eshitildi. Yo'lbars ovi yurishmagan changalzordagilarga ma'lum ekanini bildirar, lekin bundan or qilmasdi. Ey xomkalla ota bo'ri, tungi ovni ham shunday boshlaydilarmi? Nahotki bizning bularni Vangang daryosi bo'yidagi bo'rdoqi qo'toslarga o'xshaydi deb o'ylasam. Sekinroq. Hozir u qo'tosni ham, bug'uni ham izida emas. Balki odamlarni ovlash payida yuribdi, dedi ona bo'ri. Cho'r atrofda aks sado berayotgan na'ra bog' irlashga aylandi. Bu daraxt kesuvchi yoki chayib daydib yuruvchi lo'lilarni ham dahshatga solib, esankiratib qolgan yo'lbars panchasiga duchor qiluvchi bo'g'iq na'ra edi. Odam payda deysanmi? Deb so'radi oppoq tishlarini tirjayib ota bo'ri. Axir unga hovuzlardagi qo'ng'iz va qurbaqalar kamlik qilibdimi? Yana bizning elimizda odam go'shtini qumsab yursa. Ma'lum urf odatlarga asoslangan changalzor qonuniga ko'ra, hayvonlar bolalarni ovga o'rgatganlaridagina odam o'ldirishga ijozat beriladi. Lekin shunda ham hayvonlar podasi yoki galasi o'qlanmaydigan joyda odam zotini o'lja qilishga ruxsat beriladi. Odam ovlangandan keyin sal o'tmasdanoq bu yerlarda qanchadan qancha qurol-yarog'li filmangan oq tanlilar, qo'llarida mis qo'ng'iroq ushlagan va oq yo'llari shay qilib qo'yilgan hitlar paydo bo'ladi. U holda changalzordagilarga holiga voy. Hayvonlar orasida rivoyatga ko'ra, odam barcha jonli maxluqotlar orasidagi eng nozik va ojiz bo'lgani tufayli unga tajovuz qilish haqiqiy ovchining sha'niga to'g'ri kelmaydi. Yana o'sha shubhasiz rivoyatlarga ko'ra, shubhasiz bu haq gap bo'lsa kerak. Odam qo'llarining vaqt o'tishi bilan tuk to'kilib, barcha tishlari tushib qolar ekan. Irillash tobora kuchayib, nihoyat sapchishga hozirlangan yo'lbarsning gulduros na'rasiga aylandi. Oradan sal o'tmay yo'lbarsning uvlashidan ko'ra Sherxonning yig'lashiga o'xshash ovoz eshitildi. U o'ljasini tutolmadi, dedi ona bo'ri. Nega bunday bo'ldi? Bo'rig'ordan bir qancha qadam nariga chopib borgan ota bo'ri chakalakzor orasida to'lg'anayotgan Sherxonning alamzada irillashini eshitib qoldi. U ham kellab qanchalarini kuydirib olibdi. O'tinchining gulxonida nima bor edi senga? Ahmoq, dedi bo'g'illab ota bo'ri. Taboqqa ham u bilan birga. Kimdir tog'ga o'rmalab chiqyapti, dedi shivirlab ona bo'ri. Tayyorlanib tur. Chakalakzordagi bulutlar astagina shitirlagan ham ediki, ota bo'ri orqa yoqlariga tirjilalib, sapchishga hozirlandi. Agar shu holatni kuzatganingizda bormi, dunyodagi eng hayratli manzaraning guvohi bo'lardingiz. Ota bo'ri nimaning ustiga sapchiyotganini ham bilmay, to'satdan olg'a tashlandi-yu, 4-5 fut balandlikda yana sapchigan joyiga qaytib o'tirib qoldi. Odam, deya irilladi u. Qara, odam bo'lasa. Ularning shunday ro'parasida pastakina butani ushlab qorachadan kelgan, endigina atak-chetak qilishni o'rgangan qip yalang'och jajjigina do'mdoqqina bolakay iljaygancha turardi. Bo'ri uyasida yana tun payti bunday jajji bolakayning paydo bo'lishi hech qachon ko'rilmagan hodisa edi. U ota bo'rining ko'zlariga tikilib qaradi va kulib yubordi. Odam bola shunaqa bo'ladimi? Deb so'radi ona bo'ri. Ularni hech ko'rmagan edim. Qani, bu yoqqa o'tib kelchi. Bolalarning tishlab olib yurishga odatlangan zarur bo'lib qolganda tuxumni dars ketkazmay tishlab oladigan bo'ri go'dakning yelkasidan avaylab tishlab bolalari orasiga keltirib qo'ydi. Go'dakning yelkasida tishining izi ham qolmadi. Voy kichkinaligini. Qip yalang'och-ku, hech narsadan cho'chimaydi-ya, dedi mehribonlik bilan ona bo'ri. Bolaga esa bolalar orasiga suqilib, issiqqina joyiga talpinardi. Voy tavba, u bolalarimga qo'shilib yemayapti. Ana odam bolasi qanday bo'lar ekan? Bo'ri bolalar orasida odam bolasi ham bo'lishi qaysi bir urg'ochi bo'riga nasib bo'lgan axir?
Men bunday hodisa qadimda bo'lganini eshitganman. Ammo bizning zamonda, ayniqsa to'damizda shunday hodisa bo'lganini eslolmayman, dedi ota bola. Hali sochi ham yo'q. Uni bir turib o'ldirib qo'yish hech gap emas. Qara, qo'rqmay tikilib turibdi-ya. Qor og'zida tushib turgan oy nurini alla narsa to'sib qo'ydi. Sherxonning bahaybat boshi bilan yelkasi yana to'sdi. Uning orqasidan taboqining "Janob, janob, bola xuddi shu yerga kirib ketdi" deya chiyiladigan ovoz eshitildi. "Janob Sherxonning qadamlariga hasanot", dedi ko'zlariga g'azab chaqnab turgan ota bola. "Qanday xizmat bilan keldilar? O'ljamni beringlar. Odam bolasi shu yerga kirib ketdi", dedi Sherxon. "Bolaning ota-onasi qochib qoldi. Hoziroq uni menga berasanlar." Ota bo'ri aytganidek, o'tinchilar gulxaniga sapchib, panchalarini kuydirib olgan Sherxon endi alamiga chidamay qutirayotgandi. Ammo g'orga kirish yo'li yo'lbarsga torlik qildi. Ota bo'ri buni juda yaxshi bilardi. Hatto u hozir turgan yerning o'zidayoq na yelkasini, na panjalarini qimirlata olardi. Odam bochka ichida urisholmaganidek, Sherxon ham bu tor tanqis g'orda o'ljaga tashlana olmasdi. "Bo'rilar erkin qabila", dedi ota bo'ri. "Ular har bir uchragan ola-bula odamxo'rlarga emas, balki to'da yetakchisiga itoat qiladilar. Odam bolasi bizning ixtiyorimizda. Xohlasak, o'zimiz o'ldiraveramiz. Xohlasak? Nima qilishlaring bilan ishim yo'q. O'zim o'ldirgan Qo'tos ruhiga qasam bilan bo'lsinki, o'ljamni olish uchun bu sassiq uyalaring og'zida yana qancha vaqt tumshug'imni suqib turishga majbur qilasizlar. Buni men Sherxon aytyapman." Yo'lbarsning narasi g'or ichini guldiroz sadoga to'ldirib yubordi. Ona bo'ri emizib turgan bolalarini o'zidan chetlatib olg'a tashlandi. Uning zulmat ichida ko'kimtir oyga o'xshash ko'zlari Sherxonning o't chaqnab turgan ko'zlari bilan to'qnashdi. Javobni esa men Rakshadan eshit. Hoy Langri, shuni yaxshi bilib olginki, odam bolasi menga tegishli va mening bag'rimda qoladi. Uni hech kimsa o'ldira olmaydi. To'da qayerda bo'lsa, bola ham o'sha yerda bo'ladi. U bilan birga yashaydi va ov qiladi. Hoy go'daklar kushandasi, baliqxo'r, qurbaqalar jallodi. O'zingga hazir bo'l. Bir vaqt kelib, bu go'dak sening boshingga yesa ajab emas. Yaxshilikcha bu yerdan qorangni o'chir. Changalzorning yovuz maxluqoti. Yo'qsa o'zim bo'g'izlagan bo'g'u ruhiga qasam bo'lsinki, yemishim o'laksa emas, u dunyo 4 oyog'ing oqsoqlanib ketasan. Yo'qol bu yerdan, changalzorlik kuyindi maxluqa. Ota bo'ri rafiqasiga qoyil qolib qaradi. Ha, u bir vaqtlar bo'rilar orasida iblis deb nom chiqargan bu urg'ochi bo'riga 5 bo'ri bilan ochiq jangda kurashib erishganini unutib yuborgan, yozgan edi. Sherxon ota bo'ri bilan olishdan qo'rqmaydi, ammo ona bo'ri bilan tutishmoqdan hayiqadi. Shunda to'qnashuvdan urg'ochi bo'rining hayot-mamot uchun jang qilajagini, shuning uchun ustun kelishi muqarrarligini yaxshi biladi. Noiloj qolgan yo'lbars po'ng'illay orqasiga qaytdi. O'zini erkinlikda his qilgach, har qanday it ham o'z uyida ovozining boricha akillaydi. Ko'ramiz, odam zotidan bo'lgan asrandi haqida to'da ahli nima derkan. Hoy uzundum muttahamlar, shuni bilib qo'yingki, go'dak mening o'ljam. Ertami kechmi, axir bir kun uni yeyishim turgan gap, deb irilladi. Ona bo'ri hansirab bolalari yoniga cho'zildi. Ota bo'ri unga qat'iy dedi. Sherxonning gapida jon bor. Go'dakni to'da ahliga ko'rsatmoq shart. Ha, aytgancha, sen uni olib qolmoqchimisan, onasi? Olib qolmoqchimisan emish, dedi ona, ensasi qotib ona bo'ri. O'zing o'ylab ko'rsang-chi, qop-qorong'u tunda qip-yalang'och go'dakning yolg'iz o'zi bu yerga kelishdan cho'chimadi-ku axir. Qara bolalarimdan birini chetga turtib o'rniga kirish olishga ham cho'chimadi-ku axir. Oqsoq jallod bo'lsa, go'dakni o'ldirib, Banganga qochib qolgan bo'lardi. Qilg'ilikni o'qilardi-yu, balosiga biz qolardik. Odamlar esa yo'qolgan go'dakning xunni bizdan olib, tinch uyamizni vayron qilishardi. Uni olib qolmoqchimisan, emish? Ha, men uni o'z bag'rimda qoldiraman. Tinchgina olam ola qol, qurbaqacham, Maugliginam.
Ha, men seni Mowgli, qurbaqachi deb erkalayman. Sherxon sening payingda bo'lganidek, kelib sen ham Sherxonning izidan tushib ov qilasan. Ammo to'da ahli nima derkin? Dedi ota bo'ri. Changalzor qonunda aytilishicha, oila qurgan har bir bo'ri o'z to'dasidan ayrilishib chiqishi mumkin. Ammo bo'rilar bolalari o'sib ulg'aygach, ularni har oyda bir marta oy to'lishgan paytda o'tkaziladigan to'da kengashga olib kelib, o'zga bo'rilarga ko'rsatishdi. Shundan so'ng bo'ri bolasi o'zining dastlabki ov o'ljasi bug'uni o'ldirmaguncha istagan joyida shadalo qotib yuraveradi. Shu orada katta bo'rilarning birortasi ham bo'ri bolasini o'ldira olmaydi. Agar shunday qotil topilgudek bo'lsa, uning jazosi o'lim. Bunday fikr qilib ko'rsang, haqiqatdan ham shunday bo'lishi lozimligini tasdiqlaysan. Bo'ri bolalari ulg'ayib, bemalol chopqillaydigan bo'lgach, to'da kengashga yig'iladigan tunlarning birida ota bo'ri bolalari Mowgli va ona bo'rini kengash qoyasiga boshlab bordi. Bu yuzlab bo'rilar yashirinishi mumkin bo'lgan va katta-katta xarsang toshlar bilan qoplangan tepalik edi. Qoyada esa kuchli va chaqqonligi uchun butun to'daning yetakchisi etib saylangan so'qqabosh kulrang bo'ri cho'zilib yotardi. Qoya ostida bir vaqtlar yolg'iz bo'rilardan o'zlari qo'toslarini bo'g'izlagan, hozir esa qarib bo'rsiqdek munkillab qolgan tajribali keksa bo'rilardan tortib, ha biz ham bo'sh qolmaymiz deb o'ylayotgan 40 dan ortiq turli yoshdagi va tusdagi bo'rilargacha qator tizilishib o'tirardi. So'qqabosh bo'ri bir yildan beri ularning yetakchisi edi. U yoshligida 2 marta bo'ri qoniga ilingan. Bir martasida esa odamlar uni rostda do'pposlab o'ldi deb o'ylab tashlab ketishgan. Shu bois u odamlarning xulq-atvori, urf-odatlarini yaxshi bilib olgandi. Kengash qoyasida hech kim milt etmasdi. Ota-onalari davra qurib o'tirgan maydonda bo'ri bolalari o'mbaloq oshib o'ynashardi. Katta bo'rilardan ba'zi birlari dam-badam shoshilmay o'rinlaridan turib, u yoki bu bo'ri bolasining oldiga kelib, uning basharasiga uzoq tikilib qarab, so'ng yana o'z joyiga qaytib kelib o'tirardi. Ba'zan esa ona bo'rilar tag'in kattalar nazar e'tibordan chetdan qolmasaydi degan mulohazaga borib, o'z bolalarini oy yog'dusi tushib turgan yerga tarib chiqarardi. Voy bo'rilar, ogoh bo'ling, qonun sizlarga ayon, qonun sizlarga ayon. Buni unutmang, deya o'z oyasini bo'yin urdi. Yava. Uning so'zini ilib olgan mehribon ona bo'rilar ham, "Hoy bo'rilar, ehtiyot bo'ling, yaxshilab mulohaza yuriting", deb chuvillashdi. Nihoyat ularning navbati kelgach, ota bo'ri qurbaqachi Mowglini davra o'rtasiga itarib chiqarar ekan, ona bo'ri sergaklanib hurpaydi. Mowgli yerga o'tirib olib qiqirlab kuldi-da, oy nurida yaltirab ko'ringan mayda toshlarda o'ynay boshladi. Bu borada akela oldingi oyoqlarini qo'ygan, boshni biron marta ham ko'tarmadi. Faqat "Hoy bo'rilar, ogoh bo'ling. Hoy bo'rilar, ogoh bo'ling" deb dam-badam takrorladi. Qoya ortidan Sherxonning bo'g'iq irillashi eshitildi. "O'dak menga tegishli. Uni menga qaytaring. Erkin to'daga odamzodning nima keragi bor?" Akela o'zini eshitmaganga oldi. U faqat "Hoy bo'rilar, ogoh bo'ling. Nega endi erkin to'da begonalar gapiga quloq solish kerak ekan? Yaxshilab o'ylab ko'ring", deya xitob qildi. Bo'rilar bo'g'iq o'villashdi. Faqat to'r yashar bo'rilardan biri akelaning gapiga javoban Sherxonning "Erkin to'daga odamzodning nima keragi bor?" degan savolni takrorladi. Changalzor qonuniga ko'ra odamzodni to'daga qabul qilmaslik masalasida tortishuv boshlangudek bo'lsa, masalaning ijobiy hal qilinishi uchun to'dadagi hech bo'lmaganda 2 bo'ri uni yo'qlab gapirishi shart. Ammo ota-ona bu masaladan lom-lim deb og'iz ocholmadi. "Bu gadakni kim yo'qlaydi?" dedi akela. Erkin to'da orasida kim gapirmoqchi? Hech kimsa sado chiqmadi. Agar ish janjalga borib taqaladigan bo'lsa, bu o'zi uchun hayot-mamot jangi bo'lishini yaxshi anglab olgan ona bo'ri kurashga hozirlandi. Shu payt orqa oyoqlaridan tik turib olgan hayvonning do'rillagan ovozi eshitildi. Bu tanbal keksa ayiq Balu edi. Balu bo'ri bolalariga changalzor qonunlarni o'rgatar. Faqatgina yong'oq va asal ildizlari bilan ovqatlanganligi tufayli ko'ngli qayerni tusasa, o'sha yerda sanqib yurardi.
Shuning uchun ham o'zga hayvon jinsida bo'lishiga qaramay, unga to'da kengashda qatnashish huquqi berilgandi. Odamzod farzandi. Xo'sh, nima bo'pti? Dedi Balu. Men go'dakni yoqlayman. Uning hech kimga zarari tegmaydi. So'zamol bo'lmasamda, gapning lo'ndasini aytib qo'yaman. U to'dada yuraversin. Kelinglar, boshqasi bo'ri bolalari qatoriga go'dakni ham bag'rimizga olaylik. Unga ta'lim-tarbiya berishni o'z zimmamga olaman. Yana kimdir so'zlashi kerak, dedi akkala. Bolalarimizning tarbiyachisi Balu o'z mulohazasini aytdi. Undan boshqa yana kim so'zlamoqchi? Davra o'rtasida qora soya paydo bo'ldi. Bu terisi tim qora qoplon Bagir edi. Ammo uning tim qora terisida oq nuqtalar, oq yog'dusi qora selonga chizilgan oq hoshiyalardek jilvalanardi. Jasurligi, yarador fildek dovi yurakligi bilan butun jumlaga dong'i ketgan Bagiraning so'zi ikki qilishga hech kimning yuragi dov bermasdi. Lekin uning tovushi daraxtdan chak-chak tomib turgan yovvoyi asaldek muloyim terisi esa momiqday yumshoq edi. Hoy akela, erkin to'da siz ham eshiting deya miyovladi Bagira. Aslida sizning yig'iningizda gap aytishga mening haqqim yo'q-ya. Ammo Changolzor qonuniga aytilishicha, mabodo to'da orasidagi go'dakning hayot mamoti ustida tortishuv boshlansa, tovon to'lab uning hayotini saqlab qolish mumkin. Lekin bu tovonni to'lashga kimning haqqi bor-u? Kimning haqqi to'g'risida qonunda lom-lim deyilmagan. Gapim to'g'rimi? Shunday deb qichqirishdi qorinchalar to'ymagan och bo'rilar. Bagiraning gapida jon bor. Go'dakning joni uchun tovon olish ayni modda. Qonunda ham xuddi shunday deyilgan. Bu yerda gapirish huquqiga ega bo'lmasam-da, ruxsatlaringiz bilan bir-ikki og'iz so'z aytsam. Gapirsang-chi axir, deb shang'illadi 20 ta jovoz birdaniga. Murg'akkina go'dakni o'ldirish nomussizlik. Bundan tashqari bola ulg'aygach sizlar uchun ajoyib o'yinchoq bo'ladi. Balu go'dak foydasiga bir qancha og'iz gapirdi. Agar sizlar qonunga ko'ra odam bolasini to'daga qabul qilishga rozilik bersangiz, men hamon tovon sifatida bu yerda yarim milcha nazarda hozirgi bo'g'izlangan semiz xatosini inom etaman. Qalay, masalani shu tarzda hal etish u qadar qiyin bo'lmasa kerak. Shu zahoti qiyichuv ko'tarilib, o'nlarcha ovoz bir-biriga gal bermay baqirdi. Nimadan qo'rqamiz? Bola qishki yomg'ir payti yoki yozning jaziramas issiqda halok bo'lishi turgan gap. Qap-yalang'och qurbaqachaning bizga nima zarari tegardi? To'daga aralashib yursa yuraversin. Qo'tos qayerda Bagira? Kelinglar, bu go'dakni qabul qila qolaylik. Avvalgidek mayda toshlarni o'ynash bilan ovora bo'lgan Mowgli uni kelib ko'rayotgan bo'rlarni payqamadi. Bo'rlar bo'g'izlangan qo'tos injida tepalikni tark etishdi. Tepalikda Akela, Bagira, Balu va Mowgli oilasi bilan qoldi. Mowglini ololmaganidan g'azablangan Sherxon esa hamon qorong'ulikda irillab na'ra tortardi. Ha, ovozing bor chirilla, dedi Bagira eshitilar-eshitilmas. Vaqti kelib, bu yalang'och go'dak seni boshqacha irillatmasa, odamzotini tushunaman degan davomdan voz kechganim bo'lsin. Biz yaxshi ish qildik, dedi mamnunlik bilan Akela. Odam bo'lasi aqlli maxluq. Vaqt kelib u bizning tengsiz ko'makdoshimiz bo'lishi turgan gap. Ha, qiyin damlarda ko'makdosh bo'ladi. Axir to'taga hech kim bir umrga yetakchi bo'lib qololmaydi-ku, dedi o'ychan Bagira. Akela indamadi. U asta-sekin kuch-baquvvat bo'lib holdan toyish to'daning har bir yetakchisi boshida bor ekani haqida xayol surib ketdi. Yetakchi ishga yaroqsiz bo'lib qolgach, bo'rlar uni o'ldiradilar. Uning o'rnini esa boshqasi egallaydi. Vaqti kelib u ham dunyodan ko'z yumadi. Go'dakni olib ket, dedi u ota bo'riga. Uni erkin to'da farzandlari nomiga munosib qilib tarbiyala. Shunday qilib qurbaqacha Mowgli Baluning mehribon so'zi va Bagira hadya etgan qo'tos tufayli Sion to'dasining farzandi bo'lib qoldi.